Yo'q, yonda turadi. Assalomu alaykum. Bugun podkast olamiz. Shuncha ekspertlardan podkastimizning nomi Hamma o'zi haq deb nomlanadi. Bu sog'lom turmush tarziga bag'ishlangan. Meni ismim Dilrabo. Men 5 yildan beri o'zim ustimda ishlab kelaman. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ichish va sportlarga va hayotimda umumiy shakllantirgan ayol sifatida o'zimning tajribalarimdan bo'lishaman. Siz mana xuddi sizga o'xshagan 10,000 qadamni hammaga targ'ib qiladigan ayolman. Undan tashqari ongosti bilan ham 10 yildan beri chuqur ishlab kelaman. Undan tashqari yana salomatlik uchun yogani hayotimga kirgizganman. Xuddi nima deydi, tish yuvish kerakligini o'ylab o'tirmasdan qiladigan ishlardan bittasi bu to'g'ri ovqatlanish. Manda ratsionda bugungi kunda go'sht mahsuloti yo'q, lekin oqsillarni o'simlik mahsulotlardan, dukkakli mahsulotlardan, baliqdan, qo'ziqorin, shunga o'xshash narsalardan olaman va shu yoga, to'g'ri ovqatlanish, suv ichish, 10,000 qadam yurish, pozitiv fikrlash, bu hammasi savokupnostda общий shu 10 yilchadan beri shu ishlar bilan shug'ullanib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilib kelaman ayollarga. Ismim Shahnoza, aytmadimmi? Ismim Shahnoza, shoir qizman. Shu 10 yildan beri o'zim ustimda rivojimni yo'lida yuraman, ishlayman. Shu qilsa bo'ladi. Bo'ladi, hamma narsa. Men Nilufar Salimova, psixologman, psixologlik faoliyatini olib boraman. 10 yillik tajribaga egaman. Men noto'g'ri ovqatlanaman. Desam bo'lmaydi, intuitivni ovqatlanaman. Lekin ancha yillar oldin juda ham to'g'ri ovqatlanganman. Gulini guliga qo'yib, moshni, go'shtlarni ham yemaganman. Chotki 2 yil shunaqada bo'lganman, PPda bo'lganman. Hozir intuitivni ovqatlanaman. To'g'ri noto'g'ri degan narsa yo'q. to'g'ri, u ham to'g'ri. Men Latofat, psixologman. Uzoq yillar davomida murakkab bo'lish, qiyin bo'lish, idealni bo'lish, ovqatni ham idealni taxlab ratsionda yeyish, sportni ham hammasini joyida qilishga harakat qilib, o'zimni majbur qilib yashaganman. Qarish protsessi tezlashib ketgandan keyin qayerga ketayotganligimni va o'zimni anglashni boshlaganman va ayollarga o'zini eshitishga yordam berish uchun shu yerdaman. Meni ismim Shahnoza. Men bu mavzuga qiziqqanim uchun bularning davrasidaman va menga ham aynan sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish mavzusi qiziq. Hozir o'zimiz haqiqatlarimizni aytamiz. Menimcha qiziq bo'ladi hamma uchun. Inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Siz hozir to'g'ri ovqatlanasizmi? PPdamisiz? Yo'q. Lekin o'sha intuitivni to'g'ri. Самый хороший variant. Просто men ham go'shtni sog'lom turmush tarzi uchun nima qilmaganman, chiqaza olmaganman ratsionda. Bu intuitivni necha yildir davomida go'sht yegim kelmay, baluga tortib urgan, gribida, mana shunaqa narsalarga tortgandan keyin где-то 1 yil bo'ldi. To'g'ri, ustozlar ham o'zlarini gaplarini gapirishdi, har xil gaplarni eshitganmiz, lekin intuitivni bu уже tana tayyor bo'lgandan keyin chiqib ketganman-da. Lekin agar juda ham bir yarim yilda bir misol uchun yegim kelib qolsa, o'zimga yo'q demayman. Har sho'rva, bir nima bo'ladi-ku, mabodo bir xohlab qolsam yoki qaysidir davrada o'tirib bir marta bo'lishi mumkin, ito juda очень редко bunaqa narsa. Chunki уже o'zingiz xohlamaysiz-da. Bu ham intuitivno как получается. Ongli tanlov qilib turasiz. Уже да. Sizga savolimda Dilrabo, misol uchun hali o'sha tayyor bo'lmagan bo'lsa, tana deylik, tayyor bo'lmagan bo'lsa-da, misol uchun shokoladni shirinligini chiqardi hayotdan. Uni откаты bo'lmaydimi? Qarang, mana shu narsaga men aytmoqchiman savolingizga. Men hech narsani отказ qilmaymiz degan anaqaga qarayman-da. Chunki men o'zim ham hayotimda birdan kelib qolmaganman bunga. 4 yil davomida o'zicha sizni yo'nalishingizga Xudo o'zi sekin-sekin olib kelib qo'ygan. Men hozir nimagadir ishonib, mana bunaqa demayman, lekin bu o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman-da, o'zimni. 4 yil oldin mana shunaqa marafonlarda qatnashib kelganman-da. Hali uni qilib ko'rasiz, lekin siz xohlamaysiz shu. Nimadir ne to-da. Ertasiga shirinlikni bosqichma-bosqich chiqarganman. Bu отказ emas. Chunki mana bunaqa narsa. Kuzatsangiz bozorda odamlar o'ylaydi, yo'q, anaqasi.
shirinlikni o'rniga 70% Alternativasi. bemalol shikoyatlarni assortiment topishingiz mumkin. Mana masalan guruch mumkin emas, guruch o'rniga assortiment boshqa guruchlar yeyishingiz mumkin. Shunaqa narsalar bor. Shuning uchun o'shanga aytdim, ongli, ya'ni bosqichma-bosqich siz o'zingizni agarda tanangizga shuncha yildan beri, 30 yildan beri qilayotgan narsani endi buni qilmaymiz siz, tanangiz siz xohlasangiz ham tana qilmaydi. Yo'q deydi, kechirib qo'yasiz deydi. Chunki hozir biz bunga o'rganganmiz, işte undan boshqa narsa borligini bilmaymiz. Lekin sekin bitta oddiy suv ichish bor-ku, masalan, marafonlarning har bittasida men o'rganganman. Suv ichish hayotimga уже mana привычка bo'lgan. Xuddi tualetga просто borib keladigan привычка. Kunlik normamni ichish, masalan, ovqatdan oldin 2 ichiladi-ku. Уже привычка. Men ovqatdan keyin резкий suv ichmayman, choy ichmayman. Chunki bu привычка bo'lib qolgan. Уже yarim soatdagi avtomatik tanamni kuzataman-da, chanqiydi уже. Уже suv kerak deb chanqashni boshlaydi. O'zingiz bilan tanishgan sari o'zingiz nima xohlayotganingizni bilishni boshlaysiz. Men shuni xohlardimki, hech kimga birdaniga qilmanglar, hech kimga hech qachon unaqa aytmayman ham. Bosqichma-bosqich. Agar hayotingizga bitta suvni kirgizingizmi, уже zo'r. Sportni kirgizingizmi, sekin-sekin. Bu hamcha o'zidan o'zi bo'lmaydi, bosqichma-bosqich ko'rinadi. Keyin siz o'zingizni kuzatib borsangiz, tanangizdagi o'zgarishlarni ko'ribchi, siz endi o'zingiz haqiqatda tanlov qilasiz. Nima kirayotganini, tashqi nimalar bo'layotganini ko'rganingizdan keyin, yo'q, men tanamga mashina beraman deb o'zingiz tanlov qilasiz. Meni ham shirinlik rosa yegim keladi. Hozir mana shu gapni tugatib oling. Meni ham orada rosa shirinlik yegim keladi. Men hech qachon o'zim отказ qilmayman. O'zim ayblanib beraman. Dальше davom etmayman-da. Bitta beraman, xohlagan. Dilrabo, sizga savolimiz bor-da. Mana hammaga qiziqda baribir ayol kishi uchun hamma ayol yosh bo'lib qolgisi keladi-da. Bu narsani ahamiyati mana turmush o'rtog'ingizga yosh ko'ringiz keladi. Albatta, pul topib karyera qilishingiz uchun ham, chiroyli turishingiz uchun ham mana shu to'g'ri ovqatlanish kerak-da. Bu mavzu hammaga qiziqda. Menda uzoq vaqtlar mobaynida shunaqa informatsionniy nima deydi, oqim, informatsiyadan charchash ayollarda bir sira ko'tarildi-ku bu holat. Endi hammasi joyiga tushib, nima deydi, guli-guliga, holi-holiga bo'lishni boshladi-da. Men shunda anglashni boshladim-da. O'zim o'rganardim, o'sha ustoz olmasdim-da, mana shunaqa sohalarda boshqa qilardim, to'xtatib qo'yaverardim-da. Mana suv ichishni boshlayman, to'xtatib qo'yaman, yurishni boshlayman, to'xtatib qo'yaman. Shunda bilasizmi, shu Qur'onda bir narsani o'qib qoldim-da. O'shanda ham keyin mana shu nima deydi, mullalarimiz deyiladi, kim deyiladi? Domlalarimizni gaplarini. Bu hayotda hamma narsa o'sha payg'ambarimiz davrlarida, undan o'sha davrlarda Qur'onda hamma ma'lumot asli yozilgan ekanda, biz hech narsani yaratmas ekanmiz-da. Men mana yangilik yaratdim, men qildim, men ilmliman, bilimliman emas, hamma narsa yaratilgan, Alloh tomonidan hamma narsani aniqlangan, topilgan. Bizning vazifamiz esa o'rgangan sari unga rioya qilish va menda shu joyda to'xtalish bo'lib qoldi-da. Kimdir yetaklashiga, mana shu sohadan kimgadir qo'shilsam-da, xuddi dugona ketgandek birga baham-jihat ketish. Men shunda izlaganimda menga siz yo'lingiz yoqdi-da, mana shu nutritsiologiya sohasida ketayotgan yo'lingiz qanaqadir oson, yengil olib ketasiz-da. To'g'ri bor, bunaqa mutaxassis bor, boshqa bor. Sizda shunaqa his qilamanki, ayollarni majbur qilmaysiz, zo'rlamaysiz va qanaqadir ko'ndirish usuli borda, o'zini o'ziga ko'ndirish usuli borda. Siz bilan tanishganimdan keyin mana yurishni yana qayta boshladim. Bo'lsa bu bilim bor-ku, aqllilar tomonidan o'ylab topilgan qachondir. Qilmaymiz. Suv ichish bor-ku, qilmaymiz. Siz bilan tanishgandan keyin raqslarga borishni boshladim. Shuni yordam bera olasizmi mana ayollarga ham, mana o'zimizga ham? Qanchalik to'g'ri bitta ustoz tanlab o'zing qalbingga yoqadigan va u bilan ergashib, do'stona uni marafonlari orqali ketish. Endi, конечно, hozir zo'r mavzu ochib berdingiz, chunki har bitta odamda ochilgan tarafi bor-da. O'sha tajribasini siz olasizda, unga o'xshab ko'p yurmaysiz. U qilgan xatolarni qilasiz, tez chiqasiz. Chunki uni tajribasidan olasiz. Men buni aytdim-ku, o'sha menimcha, naверное, 2021-yildan aniq boshlaganman-da. Undan oldin qilganlarim o'zimcha kimdandir eshitib qolganlar, lekin doim qilingan. O'sha yerda kelishib, chunki men xato qildim, tanani qiynadim, kerak paytda rosa oshqozonlarimni ortdim, to'xtadim, qattiq xato ketyapti deb men uni nima deyapti, oson yo'llarni o'ylashni boshladim. Eng oson yo'li shu o'zi bilan kelishib olagan. Shunaqa kuzatganman-da, Golodaniya kuni bor ekan. Golodaniya kunida уже bir oy qolmadi.
ertalab turaman deb aytyapmanda tanamga hozir turishim kerak desa nima qilamiz turib ovqat yemaymiz bugun deyapti ichim hayron qolganmanda nima qilamiz kuch yo'q nima qilamiz turib ish balo yemaymiz bugun deyaptida keyin aytganman demak nafsam bu yomon emas odamni turg'izadigan kuch ekanda lekin u bilan ham endi butun nafsingga berib ket demoqchi emasman bu gaplarni endi kelishib har bitta narsa kelishib o'zim bilan kelishib mana shu umumiy shakka ham qo'yganimda qani qilib ko'ring nima bo'lar ekan qani qilib ko'ring nima bo'ladi qani shirli yemay ko'ring nima bo'ladi deb ko'rganimda man oddiy mevalarni hamchi bilasiz boshida rostdan qiyin bo'lgan shart qo'ymagansiz o'ziga keyin qilib ko'ramiz qanaqa kelishdingiz misol uchun shu joyida narsada mana yurishga bir kun chiqamiz 2 kun chiqamiz deb отпадает bo'ldi lekin bilamiz foydali ekanligini bilamiz kelishasiz misol uchun qarang qanday qanaqa kelishganman davomiylik uchun ha mana zo'r anaqa manga tanamda man doimiy bo'ladigan shu ongiy detoksda qatnashganmanda menga shu katta yordam bergan u yerdagi reklamani shu joyi yoqqan bizni tanamizda привычкаlar uyg'otamiz chunki odatlar bizani odatlar borku shakllantiradigan odatlar aslida bizani davomiga olib ketadida bu sizlar mana psixologlarga ham anaqa sportda ham bu davomiy bo'lgan narsa miyada o'tirgandan keyin siz rivojlanishda ham qolib ketmaysiz to'g'ri yiqilasiz turmaysiz lekin siz yana turg'izib olasiz chunki sizda привычка bor mana shu odatni shakllantirish uchun ham mana shuni qilib ko'rganman shuni qilib ko'ring mana shunaqa odatni shakllantiraman chunki man bir oy qilib to'xtatib yana semirib yana ozish uchun jonimga tegib ketganda bunaqa emas davomiy bo'lishini xohlayman mana shuni davomiy yashayman deganimda menga qiyin bo'lmagan man tanamni o'sha mukofotlar qilish chunki bolachani ham o'rgatishingizdan oldin masalan man bundoq beraman anaqa qilasizmi shunaqa qilib o'zimga va'da berganman o'zim ustidan chiqa oladigan va'da berganman masalan kiyimlar aytganmanda shuni mana shuncha kun qilsak mana shundan kiyimni olib beraman deganmanda haqiqatda tanam 2 kilo vес tashlab sizga quloq solishni boshlaydi bir oy yurib bergan bir oy hammasini o'tida o'qigan orada shirli ham yemaganmanda keyin уже to'xtagan vesimda keyin kuzatyapman o'zimni man olib bermadim kiyimnida keyin to'xtab qolgan men to'xtadimman deyapmanda keyin esimga tushib man kiyim olib bermadim deganman keyin olib berish bilan keyin ertasi kuni yana ketyapti deb qoyil qolganman tana eshitadi gap eshitadi qiyin emas keyin shirli yemaganimdan keyin man oddiy olmani ham mana ro'za tutgan paytinglarda og'zocharda tasavvur qilganmizda kam ovqat bilan ham shunaqa shukronalik bilan yeysiz o'sha mevada ham shu narsani sezganman mana shirli yeyotgan paytingizda sizni tana o'sha programmangiz o'chiradida stop qiladi hozir hammasini yop o'tib ket deydi lekin mana bunaqa yeyotgan paytingizda siz unaqa o'tkazmaydi уже bu yerda anaqa ham bo'lib ketadi psixologический qancha anaqalaringiz ham yechiladi unda ham ongli bo'lib turish kerak o'shanda bitta olmani yeganda что bilganman shunaqa shirin вообще boshqacha sizni og'zingizni ta'mi boru bizda adashmasam 3 oy bo'lganda 3 oy mazasi o'zgarib ketadi man o'shanda kola ichkim kelgan borib ongli kola sotib olganmanda даже zerosini voy juda katta narsa deb hozir juda shirin desam qizim aytyaptiki shirin bir bemaza edi ham nolligini olganda menga u boshqacha tuyulgan keyin og'zim karaxt bo'lib qolgan hayron bo'lganman nima bunaqa bo'lyapti deb yana shunaqa marmelalar yeganimda ham shunaqa karaxt bo'lib qolgan nimaga bunaqa bo'lyapti deganda chunki og'zimni mazasi o'sha 3 oyda tabiiy narsaga o'rgangan retseptorlar o'zgaradi qarang retseptorlar hozir retseptorlar o'zgargandan keyin sizni mana bu hozirgi искусственный усилитель вкуса borku u siz отторжение уже tanangiz ongli ravishda uni chiqazib borasizda retseptorlar bir oyda уже o'zgarishni boshlaydi 3 oy 6 oy agar 1 yil agar bu narsani to'g'ri ovqatlantirish без усилителей вкуса agar ovqat yeyishni o'rganib olsangiz sizga kichkinagina narsa ham juda shirin ko'rinadi oddiy kartoshkalarni sabzilarni mazasini o'zini mazasi shunaqa shirin ko'rinadi что sizga boshqa усилитель вкуса kerak bo'lmaydida shunda bo'lmasam sezgi nima deydi zararli narsalar sezgin o'ldirarkanda retseptor o'sha retseptorlar psixologически tushunib qolganmanki demak mana bu yerdagi narsalar bu ham o'yin ekan bular ham odamni vaqtincha yopib qo'yar ekan чтобы mamyolardan ochib ketmasin shu yerda o'zi bitta narsani o'zingiz nima qilmasdan ochib yubordingizda bu endi psixologik tomoni qarang rivojni 2 xil yo'li bor haqiqatda ikkalasi ham bitta joyga olib boradi qarang bittasida qanaqa bittasi man majburlab boraman bittasida his qilib boraman qarang man 37 yoshga kirgan bo'lsam man nima qilganimni tushundimda qarang 37 yil davomida man faqat o'zimni majburlab kelganman
majbur qilganman, shunaqa disiplinada bo'lganman. Hayron qolasizda, sen robotmisan deyishardida. Buni endi natijasini aytib beraman. Menda sochimda 60%, 70% gacha oqarib ketish, ichki a'zolarimda, bo'lmasa men to'g'ri ovqatlanmoqchi, to'g'ri yashamoqchi bo'lganman o'shanda. Ichki a'zolarimda vaqtidan, muddatidan oldin qarish, hayotga qiziqish qolmasligi, turmush o'rtoq bilan o'sha o'rtangda munosabatda qiziqish qolmasligi. Ana endi ikkinchi tomonini men o'sha sizni uchratib, mutaxassislar ustimda ishlab, boshqalar qilib bilish natijasida men bildimki, majburlamasdan ham olib ketsa bo'lar ekan. Shunaqa. Shuning uchun ham ongli ekanmiz-da. Hozir mana aytishingiz bo'yicha prosta tanani aldash ham mumkin emas ekan. Aytyapsiz, bermadimda deyapsiz. Bermadimda o'sha ta'mni men prosta ko'rdim. Meva yeb ko'rguncha qanaqa bo'ladi? Qarang, shuncha ilm, bilim bilib ham, mana qarang shu tomonini o'rganyapman-da. Nima uchun ishini ustasi kerak? Nima uchun ishini ustasiga borish umrni yanada uzaytiradi va yordam beradi. Keyinchi hech narsani mumkin emas desangiz, tana o'sha zahot hali boshlamasa shuni atkaz beradi. Lekin men o'shanda aytganman, magazinlarga spesialni borardim-da, o'rniga nima yesa bo'ladi deb qidirib yurardim-da. Shunaqa qilib tanamni o'rgatganman. Mana nima yesa bo'lar ekan, mana nima yesa bo'lar ekan deb. O'rganar ekan tana. Keyin o'tda endi balanslarni o'tda mutaxassislar bo'lgan. Men o'zimga kerakli joyini o'zimga olganman. Tushuntirib berishgan, что mana shuni ana salatli sovuq, mana suv mijoz deyshadi. Men o'zim bilaman, chunki sovuq ovqatli yesam anaqa bo'ladi. Balans buziladi-da. Uni o'rniga nima bosish mumkin, masalan, yong'oqlar. Ularni ham normada, ishoning. Agar normadan ko'paytiring, riski tanada toshmalar nimadir toshardi, belgi berardi. Men ham 1 yildan beri go'sht iste'mol qilishni to'xtatganman. Bu ongli tarzda tanlov bo'lgan. Natijalarni misol o'zim taxminan bilgan bo'lsam ham, lekin men bunga ongli kelganim uchun, tana o'zi tayyor bo'lgani uchun intuitiv ravishda men uni to'xtatganman. Lekin 1 yil ichida men intuitsiya nimaga meni olib keldi, nima sababdan men hozir nimaga erishar ekanman desam, kuzatganimda shu narsani his qildimki, meni juda ham og'irlashtirgan bo'lgan go'sht mahsuloti. Men unaqa uzoq ovqat, unaqa ko'p ovqatlanmasdim. Deylik 2-3 kunda bir mana shunaqa ovqat yerdim, qolgan meva-cheva, salatlar, bir nimalar yeb yurardim. Lekin go'shtni to'xtatganimdan keyin men 3 mahal, 4 mahal boshqa o'rniga, ya'ni oqsil mahsulotini hayvon oqsilidan emas, o'simlik oqsilidan olganimdan keyin bu hatto u narsaga tortisham yoki esimga ham kelib qolmayapti-da. Hozir masalan eng mendagi o'zgarish, o'zimga yoqayotgan, o'zim hayotimda doim mana shunaqa holatda bo'lishni xohlayotgan o'zgarishim, bu natijam, bu meni yengil yurishim. Juda ham fikr, o'y, hayollarimda ham og'irligi yo'q, o'zimni tanamda ham og'irligi yo'q. Mana shuning uchun men o'zim ongli ravishda shu tanlovga kelganman. Lekin oila a'zolarimda ularning o'zlarining tanlovlarini hurmat qilaman. Ular bu narsani hali iste'mol qilishadi. Ya'ni bu ularning tanlovi, men oilamda o'zim uchun alohida ovqat pishiraman. Ular uchun alohida ovqat pishiriladi. Bu zo'r. Demak, to'g'ri ovqatlanish ham mana shu majbur emas, u ham ongni kengayishi bilan ayolni o'zini o'ziga mehrini oshishi bilan bog'liq ekan. Kirib keladi hayotga. Mana jostga yashayotgan hayotda ayol, hali ur-yiqitda yashab, kaltak yeb yurgan ayol yuragiga sig'adimi? Vaqtida suv ichishim kerak, mana ovqat ratsion to'g'irlashim kerak. To'g'ri. Rostdan ham bu bosqich kelinadi-da. Masalan, meni ham uyimda, men farzandlarim uchun kerak bo'lsa, alohida ovqat qilib beraman, o'zim uchun alohida qilaman har doim. Chunki ular ham xamirdan butunlay chiqib ketishmagan. Masalan, menda ham bor, oldingi nisbatan bu qisqargan. Men ham aytganlaridek, ular aytganlaridek ularning tanlovini hurmat qilaman. Chunki kerak bo'lsa chips yeyishadi, kerak bo'lsa rostdan ham ko'l ichishadi. Men bundan uyalmayman, lekin bilaman qachondir ular ham kerak bo'lgan paytda o'zlari chiqib ketishadi. Yurish bo'yicha bitta life hack aytib ketdik. Men aytamiz, yurishga chiqaman deymizda, nuqul orqaga suramiz. Yo'q, 2 kun chiqamiz, 3 kun chiqamiz deb chiqmay qolamiz. Oldingi yil o'sha mana shu narsani men hayotimda o'zimda prova qildim. 30 kun yurishga chiqdim. Yillar davomida chiqaman deganman, yillar davomida yura olmaganman. Nima qildim? Hali ham men yurish deganda og'zimda maza bor. Vau, xudoning kimnidir eslaysiz-ku, shunaqa